Sizlarga полный обзор qilib ko'rsatishni maqsad qildim. Golfga qo'yiladi. Golf tuningni ikkinchi seriyasida ko'rasizlar, xudo xolasa. Barchaga assalomu alaykum. Mana bizni pnevma podveskamiz keldi. Buni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu Berkut 17si ikkita, bu donasi $100 dan. Bularda balonni o'zi $100 dan donasi. Hop. Klapan to'rttalik $150, receiver $50. Tak. Pultda boshqariladi. Tepa past, orqa tepa past. Yana bitta nimasi bor. Xohlasangiz bittada ko'tarasiz, bittada tushirasiz. Yana bu fittingi, bu miyasi, bu filtrlari. Bu endi datchik ko'rsatib turishi, necha atmosfera bo'lishi. Bu bittalik, biz ikkitaligini olamiz. Sababi oldi balonda, oldi podveskada, orqa podveskada turadi-da bular. Mana bunda tursa, oldi podveska balandligi, qancha davleniya borligi, bu orqaniki. Endi buni ikkitalik strelkaligi bor, orqa oldi bir xilda turadi. Xullas shunaqa. Bu narsa 12 atmosfera bo'lganda kompressor avtomatik o'chadigan narsa. Bu narsa vлагоотделитель. Hop. Kompressordan chiqqan havo borib receiverga, mayerdan receiver mana narsaga kiradi. Buning ichida ispareniya bo'lmaydi. Ichida namlik paydo bo'lmaydi. Bu yerdan haydaganda keyingi vлагоотделителimiz bu bo'ladi. Kelib balonning ichiga suv to'planmaydi, chirimaydi. Shuning uchun ikkita filtr, iloji bo'lsa 4 ta qo'yaman. Kompressordan ikkita bunga keladi, bundan ketayotganlari ikkita oldi orqaga qo'yiladi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, rezinga chirimaydi. Donasi $100 dan bu qimmatli qiladi. Alohida olaman desangiz. E'tiborlar uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa hammasini mana shuni golfga qo'yamiz. Apamiz manaqa ko'rinishda. Bu kompressordan kelish, bular bo'lsa har bir stoykaga ketishi. Bu yerda ikkita, bunisi shart emas, mana yo'llanadi. Buni yopamiz. Tak. Ikkita filtr bor, bu kitayskiy, bu original. Рабочий original. Keyin mana fittingga olishimiz kerak, соединениyaga, patrubkalarga har xil razmerda bo'ladi. 8, 6 sharoitga qarab qilamizda. Buni bu yerga fitting olishimiz kerak. Ya'ni mana narsa. Olsak, shirankani ulab qilamiz. Ya'ni mana shiranka kiradi bu yerga. Qani ko'rsataman hozir. Mana shunga o'xshagan shiranka. Faqat bu emas, bu просто sinovga ishlatib ko'rdim. Endi kompressorimiz ishlashi normal ekan, faqat ovozi bor. Buni bir yo'lini qilamiz. Stoykalar menga tekinga tushdi. Mana shu narsalarda detalni agar hisoblasam, stoykalarda o'zi menga tekinga tushdi. Mana Berkut bu ham bir xil. Kompressorimiz shu bo'lsa, endi bu yerda mana receiver bor. Receiverning ikki tarafi mana общий 900 dan oshiqroqqa tushdi bu narsalar. Bu narsani ustanovkasi necha pulga tushishini bilmayman. Mana miyasini ham bir yaqindan ko'rishingiz mumkin. Tak, mana pulti. Bundan yana bitta zakaz qilib qo'ydim. Nafsaki случай kerak bo'lib qolsa yaxshi narsa ekan. Arzon turar ekan. Xo'p, endi bu yerda mana ishlashini ko'ramiz. Desanglar mana
narsani aytish esimdan chiqibdi. Mana chashkasi bilan tayyor oldim. Chashkalarni qo'yaman. Tagida tayyor anaqalari bor. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Iloji bo'lsa razvalniy chashka olaman. Balonni daro qilib JDMga o'xshatib qo'yamiz. Ko'ramiz, sharoitga qaraymiz bu yo'qni. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Shlankalarni, ya'ni bu smestители qo'yiladigan shlankalar, buni polni chiqaramiz. Mana shuni o'rniga bundan ketayotgan, mana unga keladigan nimani, mana bunda ko'rsatay sizlarga. Mana shu narsani mis turbalar bor-ku, mis patrubki, mis turbalardan qilamiz. Iloji bo'lsa o'sha 15 mi, 10 mi, 8 mi ko'ramiz, sharoitga qaraymiz. Misdan qilamiz. Misdan ketgan havo imkon qadar tellamaydi ekan, misni ichida aylanib borsa. Buni ichiga borguncha sovuq havo borar ekan, tellamaydi ekan. Shuning uchun iloji boricha buni misdan qilamiz. Bundan chiqayotgan mana bunga ulanadiganini plastmassa turbalar bor, o'zi o'sha kompressorlarga chiqarilgan 8lik, kichkina 10lik nimalarda shlanka, plastmassa shlankalarda mana bunga o'xshaganlarda qilsak bo'laveradi. Bundan yaxshi havo chiqsa, namlik chiqmasa tellamaydi, bu chirimaydi. Qishda ham turaveradi keyin. Agar bu sovuq havo kelib issiq sovuq bo'lib tellab qolsa, bu chirib ketadi, qishga yaramay qoladi. Namizga o'rnatilishini taxminiy ko'rinishi. Endi qiziqqanlar uchun shunday tursa, masalan, bundan chiqqani mana qilib, mana unga o'tadi. Bu bilan mana boshqariladi. Bu narsa vлагоотделитель. Hop. Kompressordan chiqqan havo borib receiverga, mayerdan receiver mana narsaga kiradi. Buning ichida isparение bo'lmaydi. Ichida namlik paydo bo'lmaydi. Bu yerdan haydaganda keyingi vлагоотделителimiz bu bo'ladi. Kelib balonning ichiga suv to'planmaydi, chirimaydi. Shuning uchun ikkita filtr, iloji bo'lsa 4 ta qo'yaman. Kompressordan ikkita bunga keladi, bundan ketayotganlari ikkita oldi orqaga qo'yiladi. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, rezinka chirimaydi. Donasi $100 bu qimmatli qiladi. Alohida olaman desangiz. E'tiborlar uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosasizlar degan umiddaman. Xudo xolasa hammasini mana shuni golfga qo'yamiz. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz mana Andijonda Epica servisga keldik. Motorni shildirib, galovka emas, blok shildirib, polni o'sha gilza, porshun hammasini shildirib, motorni восстановить qilish ish jarayonini olamiz. A'zolari, mana biz blokni и valni shildirgani olib keldik. Mana o'zimizni eski val. Bu Nikodin chiqdi. Borib yangi рабочий olib keldik. Hali kesilmagan. Tak, bu o'zimizni shu shaton narsalar. Bu yerda mana stanok bor ekan, mana shu stanoklarga qilinar ekan. Hop. Endi mana har xil stanoklar ko'rishinglar mumkin. Kelib zakaz bo'lsa, aloqa etsanglar, nomerini beraman. Manaqa to'tiqishlar boqar ekan mana. Chip. Bular chip demasa kerak, a? Uzr. Mana ashna deydi ekan. O'zi bo'lib ketmaydi ekan. Pichog'ini charxlaydi ekan, o'tkirlaydi ekan. Keyin mana shu matoqqa solar ekan. Keyin kesishini ham bir qator xudo xolasa ko'rsatishga harakat qilaman. Pichog'ini qo'yib kesadigan.
kesilgan joyi. İkincisi ham xudo xolasa boshlandi. Yakunlab qolay dedi. Boshlanmadi, tugayapti. 72 dan 75 ga childiryapti. Bitta bo'lsa ham ortiqcha qo'shiladi degan maqsadda. Endi to'g'ri, ayrim sabablarga ko'ra desam ham bo'ladi, prosta baribir kengaygandan keyin sal bo'lsa ham kuchayadi-yu, shu maqsad ham bor. Asosiy sabablaridan 72 ni Porsche 72 topa olmadik. Shapun shorar ekan. 72 Porsche yaxshisini topa olmadik, Rabotiydi. Yangisi garantiya yo'q ekan. Ikkinchi sabab, o'zimga yoqib turgan sababi shu kuchliroq bo'ladi motor. Eng asosiysi bizni valimizda, mana shu valda 0.25 ga shildiryapmiz. Bular mana bular nima emas, prosta kir bu mana. O'zi zo'r holatda. Qaysindadir ozgina shilingani bor ekan. Nashi bo'lsa kerak mana. Shuning uchun 0.25 ga buni oldirib yuboramiz. Bu hech qanaqa remont bo'lmagan motor ekan. 0.25 ga. Hop, bu mana qanaqadir furani taramozdnoy bir narsasi ekan. Kompressormi, naverma. Bu yerda mana Porsche turibdi, qizil korobkada. Temaga qaytamiz. Xudo xolasa, to'rinchi ham bo'ldi. Aytdim. Bo'ldi, ikkinchisini tashlayapti. Bu mana ikkinchi podxod ekan o'sha. Mashina bilan hozir chiqib boradi. Porsche topolmaganimizni aytdim. Birinchi sabab bo'lsa, ikkinchi sabab kuchayadi motor deb aytib qo'ydim. Mana narsa nima edi? Ultramer. Ultramer, ha. Bu ultramer bo'lsa, bu nima mer? Mikromer. Mikromer? Vashchi ekan. Nanomeri yo'qmi?